Bolalar, bugun sizlar bilan men Bloxuz. Bugun videoda biz qaranglar, bitta ozam komment yozib qolibdi. Ming bor uzr, kommentini ancha kech o'qilibman. Mana DLC 26 deyapti, mana tortyapman. Men hali bunaqa futbol o'ynamaganman. Studiyoga kiryapman, ko'ryapman mana kommentlar. Menga mana hozir ochib olsin. Mana yo'q, bu 20 hisob oling. Buni qilolmadim deb aytdim. Nariga bitta bola aytibdi, shuni ko'rsatsa bor edi. Mana. Ko'rsatmayapti, mayli. Bitta bola aytibdi, 2026 DLC iltimos deb. Shuni endi qilamiz. Men obunachilar aytganini qilaman. Faqat mana shu 23 da ozgina ko'paytiraylik. Batafsillar shu pul keladigan yoqqa qo'yishim kerak edi. Qanday qilsa bo'ladi shuni endi. Tak bo'ldi. Auditoriya yaxshi. Mana shu 18 ta ko'rilganlarni shuni sal ko'paytiringlar, bir 200 ta, 300 ta qilinglar. Kontentni menga eng ko'p pul olib kelgani mana qaranglar. Dikramiz mana. Pul debman, auditoriya olib kelgani, ya'ni ko'p. 11 ta, 9 ta, 28 ta, 42 ta, 42 ta. Mana eng ko'p ko'rilgan prosmotrlarga mana shu 2300 prosmotr bo'lgan. Eng eskisi ham oddiy. Qarang bolalar. Endi biz bunda davom etamiz. Video ko'rishda davom etamiz. Hech qachon to'xtab qolmaymiz. Faqat yuklab olyapti videoni. Qaranglar. Endi biz hozir o'tamiz. Mana. Soatdak. Mana endi hozir bu yerdan YouTube'ga kiramiz. Hozir nima ko'rsatmoqchi edim sizlarga? Mana shu videoni ozgina ko'rib turinglar. Umuman prosmotr olmayapti. Keyin men yoki 1000 ta 2000 ta prosmotr olib, videoni yuklab olguncha shu videoni ko'rib turinglar. agarda shu holat sizda kuzatilayotgan bo'lsa, demak siz YouTube'ga joylayotgan shorts videolaringiz umuman prosmotr olmayapti. Yoki 1000 ta 2000 ta prosmotr olib, shu bilan prosmotrlar to'xtab qolyapti. Agarda shu holat sizda kuzatilayotgan bo'lsa, demak siz shortsni noto'g'ri joylayapsiz. Bugun men sizlarga 2026-yilda aynan telefon orqali qanday qilib shorts videolarini to'g'ri joylash kerakligini to'liq ko'rsatib beraman. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Qani boshladik. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalni o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi. Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz. Kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Demak, birinchi bo'lib do'stlar, YouTube dasturiga kiramiz. Bu yerdan pastdagi plus knopkasiga bosamiz va pastdagi live ni biz shortga o'tkazamiz. Hamda add knopkasiga bosish orqali o'zimiz yuklamoqchi bo'lgan shorts videomizni tanlab olamiz. Mana masalan men tanlab oldim. Bu yerdan biz videomizni 40 ga bo'lishimiz mumkin. Ya'ni hozirgi video 33 sekund bo'ladigan bo'lsa, misol uchun men buni 20 sekund qilib kesib olishim mumkin. Lekin odatda bizga bu funksiya kerak bo'lmaydi. Shu uchun videoni bu joyini tegmaymizda, pastdan shunchaki next knopkasiga bosamiz. Endi esa do'stlar, bu joydan biz videomizni montaj qilishimiz mumkin. Bunaqangi professional montaj emas, lekin o'zgartirishlar kiritishimiz mumkin. Eng zo'r funksiya bu yerda do'stlar, tepadagi add sound funksiyasi bo'ladi. Ya'ni biz
musiqa qo'shishimiz mumkin. Bu knopkaga bosamiz va do'stlar bu yerda bizga trenddagi eng zo'r musiqalar kelib chiqadi. Bularni eshitib ko'rib biz albatta birortasini tanlab olsak bo'ladi. Lekin do'stlar bizga hozir bu kerak emas. Biz yana mana bu tepadagi audio belgisini bosish orqali videoni ovozini pasaytirib olsak ham bo'ladi. Undan keyin esa do'stlar o'ng tarafda yana o'zgartirishimiz mumkin bo'lgan narsalar bor. Ya'ni birinchisi bu tekst, ikkinchisi filtr, uchinchisi har xil stikerlar qo'shishimiz mumkin yoki bo'lmasam to'rtinchisi bu subtitr bo'lishi kerak, double subtitr va beshinchisi do'stlar bu ozvuchka, ya'ni ovoz berishimiz ham mumkin ushbu videomizga. Agarda bizning videomiz tayyor bo'lsa, o'zgartirishlar kerak bo'lmasa, pastdan shunchaki next knopkasiga yana bosamiz. Endi esa do'stlar ushbu joyni diqqat bilan tomosha qilinglar, sababi bu yerda mana shu videomiz prosmotr olish olmasligi hal bo'ladi. Ya'ni videoga obloshka qo'yish, nom yozish, описание, tag hammasi mana shu joyda. Xo'p, birinchisi do'stlar bu obloshka, ya'ni ushbu qalamchani ustiga biz bosamiz. Bu yerdan do'stlar mana shu videomiz YouTube'ga chiqqanida uni ustida qaysi rasm turishini tanlashimiz mumkin. Ya'ni o'zimizning videomizning orasidagi birorta kadrni tanlashimiz kerak bo'ladi. Yaxshi birorta kadrni tanlab olamiz. Masalan, men ushbu kadrni tanladim. Agarda sizlar do'stlar professionalniy obloshka qo'ymoqchi bo'lsanglar, bu uchun video montajda bilmadim bir 0.5 sekundga qanaydir tayyor obloshka yasab olib, o'shani qo'yib ketsanglar bo'ladi va mana shu joydan aynan o'sha kadrni topib tanlasanglar idealniy obloshka chiqadi. Xo'p, tepadan strelkaga bosamiz. Undan so'ng esa caption your short degan joyga biz nom yozishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun bu tasodifiy fakt rubrikasi. Shuning uchun men katta harflarda tasodifiy fakt deb yozaman. Mana tasodifiy fakt dedim va do'stlar men nechinchi qism ekanini yozaman. Misol uchun 45-qism. Sizlar albatta agar qismli video qilmasanglar, qism deb yozish shart emas. Shunchaki o'zini yozasizlar va oxiriga birorta masalan emoji qo'yib qo'yaman. Misol uchun olovcha. Bolalar videoga like va obuna bosib turinglar. Ming bor uzr, mana shu videoni ko'rib tursalaring, shu YouTube'ga qanday video qo'yishni o'rgatadi sizlarga. Mengacha bu yerda DLC 26 ni yuklayapti. Qarab olsam ketdi, ko'rishni davom etinglar. Undan so'ng esa do'stlar biz pastga show more knopkasiga bosamiz hamda mana bu joyga bosishimiz kerak. Bu yerdan biz unlistedga qo'yib qo'yamiz do'stlar. Birdaniga public qilvormanglar, sababini keyinroq aytaman. Ya'ni bu ruschada доступа ссылка bo'ladi. Video birdan YouTube'ga chiqib ketmaydi. Mana shuni belgilab qo'yamiz va orqaga qaytamiz. Undan keyin do'stlar mana bu ikkinchi joy, ya'ni audience degan, mana shu joyga kirib ikkinchisini tanlab qo'yinglar do'stlar. Agar birinchisida tursa videolar umuman prosmotr olmaydi. Chunki faqat yosh bolalar uchun bo'lib qoladi bu. Qanaqa video joylasanglar ham farqi yo'q. Yosh bolalar uchunmi, kattalar uchunmi video mana shu ikkinchisiga qo'yinglar va pastga tushirib do'stlar buni ham mana shu ikkinchisiga qo'yishinglar kerak. Bu juda ham zarur do'stlar. Va orqaga qaytamiz. Endi esa do'stlar uchinchisi bu описание. Mana shu joyga bosamiz. Bu yerga do'stlar описание yozishimiz kerak. Men sizlarga tavsiya qilaman, shunday orqaga qaytib, ushbu videomiz nomini ko'chirib olishni. Bo'ldi, mana DLC 26 yuklandi va videoga like va obuna bosib qo'yinglar. Bu DLC 26 ikkinchi qismini bugun chiqaramiz. Like va obuna bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Ikkinchi qismini keyingi videoda olib chiqaraman. Hozir endi muhim ish bor edi. Like va obuna bosib turinglar.